bir gapni olaman. Eng kerakli gap va bu eng menga yoqqanligi bo'ldiki, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar bugun siz o'zingizni, bilimingizni, moliyaviy erkinligingizni rivojlantirmoqchimisiz, o'stirmoqchimisiz degan narsa bor-da. Sizda ham aynan bilimlarini, anglashlarini o'stirish eng o'sha tubidagi yotgan nima deydi, maqsad. Inson kengaysa yoki o'ssa, o'ylaymanki yashashi osonlashishi va hamma narsaga oddiy va bo'lishi kerak edi. Masalan, taqdirdan deb bilishligi bu juda bir go'zal qarashlarligini his qilamiz. Bizning o'sha muqaddas kitoblarimizda ham bor. Lekin bunga qadar ham juda ham oddiy kelib qolishligi u qadar oson emasda. To'g'ridan to'g'ri hech qanaqa bilimga ega bo'lmagan, boshlang'ich ilmga ega bo'lmagan inson to'g'ri kelib siz mana shu oxirgi masalan bo'ladigan retritingizda yoki darsingizda qatnasha olmaydi yoki bunga ham ruxsat yoki bunga ham imkoniyat bormi? Bor. Qatnasha oladi. Hattoki shunday etapga keldiki, bilimlar darajasi. Yangi davrdamiz, yangi psixologiya, hamma narsa o'sib ketdi-da. Hozir bera oladigan bilimlarimiz siz ongingizni tayyor yoki tayyor emasligiga bog'liq emas. Siz oldin dars eshitgansiz, eshitmagansiz bunga bog'liq emas. Hattoki shundayki men tushunishingizga ham bog'liq emas. Sizni shu retritga pul to'lab kelganingizni o'zi men roziman, meni o'zgartirishingizga deganingiz. Men tayyorman, meni transformatsiya qilishingizga degan ma'noni beradi-da. Bo'ldi. Siz borliqqa rozilik berdingiz, menga emas. Borliqqa rozilik berdingiz. Men bilan ishlaki, men bo'ldi, charchadim. Eski tartibdagi hayotdan. Bo'ldi, mana borliqqa o'zim energiyamni beraman, pulimni beraman. Yo'lim uchun buncha pul to'layman, o'tog'im uchun buncha pul to'layman, masterim uchun to'layman. Bo'ldi, men roziman. Energiyamni beramanki, meni borliq istagimni bajo keltirsin degan mazmunda. Endi bu bizning tilda. Siz ruxsatingizni berdingizmi? Buni o'zi natija. Bizda shunday nazariya bor. Retrit uchun istak tug'ilgandan boshlab jarayon ketadi. To'lov qilinganda yana kuchayadi jarayon, borilganda yana kuchayadi jarayon. Jarayon ketaveradi. Siz ko'tara oladigan darajada jarayon ketadi. Siz ko'tara oladigan darajada natija ketadi. Bu sizga ko'ra o'ta baland natija bo'ladi, lekin qaysidir o'quvchiga ko'ra bu pastlik qiladi. Lekin siz ko'tara oladigan natijani albatta olib ketasiz. Bilimingiz yetarli bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Siz boshlang'ichmi, siz professional darajadamisiz? Nima maqsad bilan kelsangiz shuni olib ketasiz. Chunki hozirgi bilimlar energetik maydonda ishlayapti. Bu effektini beradi.